Men bu narsani sizlarga doim aytib kelaman. Efirda ham, odamlar gapirishganda ham. Qaranglar, yaxshi eshitinglar. Men maksimal qisqa tushuntirib gapirishga harakat qilaman. Men odamlarga damga kelganda tushuntirib shunaqa bo'lib ketganman, bitta narsa aylantira oladigan bo'lib qolganman. Nimaga? Chunki ko'p odamlar uzoq joydan keladi-da, chekka joydan keladi, tushunmaydi gapni-chi. Shuning uchun xuddi bir chaqaloqqa tushuntirgan oshib olagan, tushuntirsam ham tushunmaydigan odamlar bor. Shuning uchun qayta tushuntiraman deb, tushunsin deb. Ba'zilar bor 10 ta gapni tushunadi, ba'zilar bitta gapni tushunadi. Odam har xil ekanda. Xullas qaranglar. Mana sehr. Sehr qilinganda folbin jin jo'natadi. Jin odam miyasiga o'rnashadi. Ba'zida jin o'rnashmasa, jin tashqarida bo'ladi, sehrni o'zini qiladi. Ba'zi jin kirgizish shart emas. Sehr qilinadi. Sehr bu Qur'onda kelgan narsa, bu men to'qib olgan narsa emas. Sehr Rasululloh davrida ham bo'lgan. Hattoki Rasululloh yangi payg'ambar bo'lib kelganda, qavmini islomga chaqirganda, sen jinni bo'lib qolsan, ey Muhammad, ke seni davolaymiz degan. Seni o'qiymiz, davolaymiz. U paytda ham shu o'zini jin chiqaradigan domlalar bo'lgan ekan, shu paytda. Shunda bir jin chiqaradigan odam bo'lgan, Rasulullohning davrida, islom yangi kelgan paytda. U jin chiqarar degan, o'zini oyatlari, o'zini duolari bor degan, keyin kelgan Rasululloh oldiga kelib, sen shunaqa jinni bo'lib qolibsan, odamlar sehr, nima odamlar ayrib buzib ekansan, har xil narsani gapiryapsan ekan sen. Ota-bobamiz gapirmagansan, gapiryapsan. Keyin men seni davolay degan. Shunda Rasululloh nima degan? To'xtab tur degan. Keyin men senga ba'zi bir nimalar o'qib beray, sen eshit. Agar rostdan men kasal bo'lsam, o'zing ko'rasan degan. Shunda Rasululloh nima degan? Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu va nasta'inu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina alayhi. Kirish so'zini gapirgan. Alhamdulillah, shukrlar bo'lsin, biz nafsimiz yomonligini Allohning panoh so'raymiz, Alloh hamdlar bo'lsin. Shunaqa gapirganda, hali to'xta deganda, shu yerda islomga kirgan. Hali Rasululloh unga oyat o'qimagan, bironta bir hadis aytmagan. Faqat shu so'z boshlanishini aytganligi uchun, hali pas nima deydi? Kirish so'zini aytganda, hali odam islomga kirib ketgan. Men nima demoqchiman? Folbinlar sehr qilinganda ba'zi jin kirgizadi, ba'zi kuchli sehr qilib jin kirgizmasdan ish qiladiganlar ham bo'ladi. Xullas, jin kirgandan keyin jin birinchi bo'lib odamning psixikasini ishlaydi. Odamning zaif joyi bilan ishlaydi. Hech masalan siz dushmaningiz bo'lsa, dushmaningizni zaif joyidan nima qilasiz? Zarba berishni xohlaysiz. Bular ham xuddi shuna qiladi. Kirgandan keyin, masalan, aytaylik, taloq sehri kirdi. Taloq sehridan keyin eringiz bilan yoki xotiningiz bilan ajratish uchun любой problemani shu, любой narsani yo'shaydi. U haligi nima deysiz, kichkina zarracha narsalardan yo'shaydi. Erini to gapirgan gapini ham yo'shaydi. Erini 150 yil oldin yoki xotini 150 yil oldin aytgan so'zlarni olib kelib beradi psixikasi. Mana qadiyovdi deydi. Bu shayton olib keladi-da, bu ko'rdingmi, nimaga demayapti, unaqa deyapti deb. Любой narsani o'sha yerda ash tomonni ezib tashlayman deydi. Mana shu joydan ko'pimiz sinib qolamiz. Tushunyapsizlarmi? U masalan, u so'z agar sehr yo'q bo'lsa, masalan deylik, masalan, primer, eri kech keldi yoki xotini kech dalasini ketib kechroq keldi. Agar sehr bo'lmaganda eri ozgina achchiq chiqardi, ha bo'pti mayli, kir dedi, damish hayot ketaverardi. Sehr bo'lmaganda. Lekin sehr borligi uchun sehr aytadi, nima deydi? Ko'rdingmi, seni to'g'atmayapti bu. Bu o'zgardi. Bu urmasin, tarbiyalamasin, cho'ta boshqacha bo'lib ketdi. O'tgan esingda bormi? Hali gapi bekarga emas. U o'rtog'ing aytdi, bilasanmi, xotin kishini mana qilish kerak deb. Sehr mana gaz beradi. Gaz beradi sehr. Shu joydan erining achchig'i chiqib, gumonsirab yoki xotini masalan, ering cho'ta kelmadi. Bu ering bittasini topib olgan. Sen yashamaydi baribir. Seni to'g'atmaydi baribir deb masalanda maraq qilib beradi. Shaytonda nimasi kim dutkasiga o'ynaydigan bo'lsa, achchig'i kelib, siqilib, o'ylanib, yomon ko'rib, g'ash kelib, urush chiqaradigan bo'lsa, folbinlar, iblislar o'lib ketish deydi. Sehr xush bo'lib ko'tariladi. Tushunyapsizmi? Ko'tariladi. Masalan, qaynaman kelinni sovutdi, masalan.
Agar sehr yo'q bo'lganda, qayna so'ksa, kelin xafa bo'laradi, abobda hayot ketaveradi darcha. Lekin sehr borligi uchun haligi qaynasini kelinning ko'ziga bir xuni, yomon odam, zolim odam. Buni yomon qutula olmaysan, bo'ldi, bo'lmay sen aniq baxtsiz bo'lasan, seni haydab yuboradi, bo'ldi, seni o'ldirib yuboradi degan narsani kirgizadi sehr. Tushunyapsizmi? Shu payt siz qaynangiz yomon ko'rib, g'ashingiz kelib, deb siqilib, g'ashingiz kelgan saringiz sehr kuchayadi, yaxshi bo'lmaysiz. Shuni tushuninglar shu narsani. To'g'ri, dam soldirish kerak. O'zingiz namoz o'qisangiz ham yaxshi, zikr qilsangiz yaxshi, taqvo qilganingiz, namoz o'qiganlaringiz, bir shifo bilan ichganlaringiz, o'zingizga dam solgan hammasi yaxshi. Mana men aytgan juda muhim narsa. Tushundinglar-a? Shuning uchun qayerdan bilasiz? Tushingiz sraz bildirib qo'yadi. Agar tushingizda, endi mana shuni tajriba qilinglar, ishonmasanglar. Yaxshi tush ko'rgan kuningiz, masalan aytaylik, bugun uxladingiz, tushingizda yaxshi tushlar ko'rdingiz. Xursand tushlar ko'rdingiz. Eslang kun bo'yi nima bo'ldi? Tush ko'rishdan 2-3 kun nima qildim deganda, yaxshi yurgan bo'lasiz, ishi yurishgan bo'ladi, o'ylagan planlar amalga oshganligi uchun yaxshi tush ko'rgan bo'lasiz. Tushingizda masalan siqilib, birovdan qochib, ilonlar tishlagan, itlar talab olgan bo'lsa, eslang, 3-4 kun oldin kun bo'yi nima bo'ldi? Men ko'p men nazorat qilyapman, so'rayman nima bo'ldi, hammasini yozib ketaman. Ko'pincha odam urushdim, siqildim, o'ylandim, o'yga botdim, erimman, xotinimman, bolalarimni urishdim deydi. Tushunyapsizmi? Sehr kuchayaveradi. Shuning uchun hayotni o'zgartirish kerak. Birinchi narsa, eng muhim narsa, sehr o'tishni xohlamayapsizmi? Ha? Birinchi narsa, tushkunlikka tushmaslik kerak. Siqilib, o'lib, mana qilib bo'ldi, men yashamayman. O'ylanib olib, qatib bo'ldi, ajrashaman, to'ydim. Ishim yurishmaydi meni. Hech kimga kerak emasman. Dunyoda eng yomon odam menman. Eng yaramas odam menman. Eng baxtsiz odam menman. Mana hayoti zo'r. Meniki unaqa, men o'zim ahmoqman men. Men kallam ishlash kerak edi. 10 yil oldin mana qilishim kerak edi. Nimaga uni aytganini qilmadim. Endi o'lib ketdi. O'zim ahmoq, o'zim durachokman deydigan bo'lsangiz, sehr sekin-sekin kuchayadi. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Duxim tushmaslik kerak. Atrofingizdagi yaqin odamlar muhim. Ota-ona, aka, uka, opa-singil, xotin, farzand, jigar. Atrofingizdagi odamlar bor, shular bilan aloqani yaxshi qilishingiz kerak. Aytishingiz mumkin, domla, ular meni yomon ko'radi. Ular meni to'g'atmaydi, ular meni so'kadi, uradi, pulim bermaydi. To'g'ri, unaqa odamlar ham bor. Bor shunaqa odamlar. Yaxshi gapirsangiz boshga chiqadigan odamlar bor. Unaqa odamlar bo'lsa, yaxshi gapira olmasangiz, yaxshi. Normal holat yaxshi gapira olmaysiz. Chunki normal odam g'ashi keladi. Qaytib yomon gapirmaydi. Uni miyangizga kirgizib olib turib, kun bo'yi ashuni yomon ko'rib, nima qilsam shu odam yo'q bo'ladi, to'yg'izi ko'zim ko'rinmasa deb undan miyangizga olib yurarsiz, sehr kuchayaveradi. Sehr ham kuchayadi, hayotingiz ham o'ladi, hayotning mazasi ketadi. Tushunyapsizmi? Mazasi ketadi. Shuning uchun bir odam sizni kontrol qilishni xohlasangiz, boshqa bir odam kelib sizni, masalan, dushmaningiz sizni kontrol qilishini, hukmdor qilishni xohlasangiz, unga g'azablaning. Kimga g'azablansangiz, kimga achchig'ingiz chiqarsangiz, ana shu odam sizni kontrol qiladi, bo'ldi. Xohlagancha kontrol qiladi. Kontrol qilmasin deyapsizmi? O g'azablanmang. Shuni qo'yib yuboring, bo'ldi. O'zining hayotidan ketsin bu odam. Kelishdingmi?